temir yo'l yaqinida yashovchi aholi va yoshlar bilan transport nazorati inspeksiyasi xodimlari tomonidan temir yo'lni belgilangan joylardan kesib o'tish va temir yo'l yaqinida chorva mollarni boqmaslik haqida muntazam tushuntirishlar olib borilmoqda. Yo'lovchi tashuvchi poyezdlar oynalariga turli xil toshlar va qattiq jismlar otmaslik va buning natijasida yo'lovchilarga shikast yetkazish haqida muntazam tushuntirishlar olib borilmoqda. Bizga transport nazorati inspeksiyasi xodimlari tomonidan temir yo'ldan foydalanish va xavfsiz o'tish bo'yicha chora-tadbirlar bo'yicha bizga tushuntirish ishlari olib borildi. Bunda bizga temir yo'lda tosh va begona jismlarni otmaslik va harakatlanishi bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi.